Assalomu alaykum, aziz tinglovchilar, aziz bizni ko'rib turuvchi va kuzatuvchi, go'zallikka oshiq bo'lgan tinglovchilar. Sizlarga bugun Faberlic kompaniyasini mahsulotlari bilan tanishtirib, mahsulotlarni qanchalik sifatga ega va qanchalik kerakligi haqida gapirib o'tamiz. Mahsulotlarimiz, mana bu mahsulotlarni men o'zim uchun va kerakli bo'lgan insonlarga sovg'a qilish uchun o'zi aslida zakaz qilib berdim va Faberlic kompaniyada ish faoliyatini yana ham kengroq olib borish uchun va qiziquvchi insonlarni ishga taklif qilib, komanda bo'lib ishlash uchun boshladim desam ham bo'ladi. Agar kimga qiziq bo'lsa, Faberlic kompaniyasida ishlagani ham kelib yoki o'zingiz uchun mahsulotlar xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, bugun mahsulotlar haqida nimalar sizga gapirib beraman. Mana bu mahsulotlar, ya'ni mana bu mahsulotimiz oyoq kremi. Bundan yana boshqa turi ham bor. Mana ikki xil turdagi. Bular hammasi mana lechebniy, oyoqda ham og'rishini qoldiradi va mozollar bo'lsa, yorilishlar bo'lsa, oddiy qilib aytganda, shuni oldini olishi tez davolaydi. Ya'ni organizmga foydasi bor, bezarar, beziyon, hech qanaqa bir nuqson yo'q. Davolovchi krem sifatida ishlatishingiz mumkin hamda. Bu krem sovg'aga keldi hayitlikka. Sponsorim tomonidan yuzga kunduz surtadigan krem hisoblanadi. Bu yonidagi tush. Bu tush ham mana ishlatish uchun juda qulay. Yonidagi teng. Bu tengni yaxshi ko'rib o'zim uchun oldim. Mana kimgadir kerak bo'lsa, yana qo'shimcha zakaz qildim, chunki ranglari yorqin, chiroyli, menga juda ham yoqdi. Endi bu yonidagi mana sprey, освежитель, xona uchun juda ham qulay, ishlatgani hidlari ham приятный, o'zimga yoqdi. Bu ham ishlatish uchun o'rtoqlar, kimga kerak bo'lsa, o'zingiz uchun hamkor bo'lib zakaz berishingiz mumkin bo'ladi. Yonidagi keyingisi mana bu atir, kauri atiri, juda ham hidlari shirin, приятный, xuddi mana gullarning hidiga o'xshaydi. Ochib ko'rdik, buni ham ishlatib ko'rdik. Buni ham o'zingiz uchun yoki hattoki sotib biznes qilish uchun ham olishingiz mumkin bo'ladi. Yonidagi mana bu mahsulotimiz murskoy antiperspirant sprey. Buni ham o'g'lim uchun zakaz qilgan edim. O'g'limga yoqdi, ishlatib turibdi. Keyingisi mana bu ham освежитель воздуха. Buni ham ikkitadan zakaz qilgandim o'rtoqlar. Mana bittasi o'zimga, bittasini sovg'a qildim. Hayitlikka sovg'a uchun ko'pgina zakaz bergan edim. Ya'ni 100 ballik zakaz urgandim. Buni ham ishlatib ko'rdik. Buni ham sifati zo'r, gap yo'q. Keyingisi parashok, mana kir yuvish parashogi. Bu parashokda ham mana o'zini qo'shimchasi bilan birga. Bu parashok menga shunisi bilan yoqdiki, mana ikkita zakaz qilgandim, mana bittasini ishlatyapman. Qizlar, bu hid bermaydi, lekin tozalash bo'yicha sifati zo'r, germanskiy parashok ekan. Menga yoqdi, chunki har xil parashokda hidlari yoqmaydi menga, allergiya bo'ladi, yoqmaydi xullas. Shuning uchun shu hidi yo'q universal avtomat uchun, kir mashina uchun parashokni zakaz qilib ishlatyapman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Sifatiga gap yo'q. O'zi ko'rinishi oz bo'lgan bilan bu mana ya'ni 3 kilodagini konsentrированный birlashtirgan holatda ishlatasiz. Ko'p ishlatmaysiz, mana shu merni ложкада solasiz, shu yetarli bo'ladi. Agar ko'p bo'lsa, yuviladigan kiyimlaringiz to'ldirib solasiz. Agar kamroq bo'lsa, to'ldirib solish ham shart emas hattoki-da. Xo'p, keyingi mahsulotimiz mana bu gella dusha. Bu gella dusha ham o'zini hidlari bilan juda ham odamni o'ziga tortadigan, bir приятный. Hamma gella dushalari zo'r, yaxshi ko'raman. Bu gella dushani ham komplektlari bor. Atir, antiperspirant va boshqalari bor. Hammasiniki bo'lganda mana bu yerda antiperspirantlar turibdi. Hozirgi mana katalogda hamkor bo'lib, agar siz ishlaydigan bo'lsangiz, mana bu Umafelic. Bu Donafelic bo'lsa, Donafelic. Shu keladi, женский va мужской bor. Shu sizga nabori sovg'aga keladi. Sovg'a olish mazza hammaga yoqadi, o'ylaymanki.
Bu ham keyingi antiperspirant sprey ham bu женский. Bularda ham hammasini atiri, gilla dushalari bor, o'rtoqlar komplekt qilib olib, o'zingiz uchun ishlatsangiz bo'ladi. Sovg'aga bersangiz ham yoqadi insonga sovg'a olishda. Kimgadir qanaqadir sovg'aga kerak bo'lsa ham, demak, sovg'a sifatida berishingiz mumkin. Xo'p, keyingi mahsulotimiz mana bu soch kraskalar. Bu soch kraskalar ham doimiy ishlataman, уже necha yillardan beri ishlataman. Bu soch kraskalar hidi приятный, unaqa mendizga tegadigan emas. Sochni oqartirmaydi, eng asosiysi sochni oqartirmaydi. Oqargan sochlaringizni yaxshi chiroyli, jilovli qilib, rang qilib beradi. Uzoqqa yetadi. Narxi ham juda arzon. Hozirgi mahallada oldin qimmat bo'lgan mahallar ham istab qidirib topib ishlatganman. Shu kraskasi ko'proq meni jalb qilib, aynan shu kraska orqali boshqa mahsulotlarga ham qiziqib, o'zimni shu magazinimni almashtirdim. Sizga ham tavsiya etaman. Aynan shu kraska, shu mahsulotlarni olish uchun. Kraskani yonida mana shampunlar. Bu shampun, ekspert shampunini hamma xilidan, o'sha 5-6 xili bo'lsa, hamma xilidan zakaz qildim. O'zim uchun, oilam uchun, sovg'aga berish uchun va kimga kerak bo'lsa, yana qo'shimchasini sotish uchun ham zakaz qildim. Bu yerda har xil o'sha balzamli, mana gialuronkasi bor, shampun va balzam. Bunisi ham mana o'stiradigan, sochni o'stirish uchun ekan. Mana bu rost volos deb yozgan. Haqiqiy ekspert shampun. Bekorga buni nomini ekspert demagan, chunki o'zim ishlatib haqiqatdan yaxshi ko'rib qoldim. Bu shampuni oldin ishlatmagan edim. Mana bu shampun ham ob'yom beruvchi ekan, ya'ni kimi sochlarini jon bo'ladigan bo'lsa, bu ob'yom beruvchi shampuni. Bu против perxich, ya'ni perxich qayzg'oqqa qarshi shampun. Aynan shu ekspert seriyasi menga juda ham yoqdi. Bundan tashqari boshqalari ham bor. Hozir bu yerga qo'ymadim, lekin boshqa turdagi shampunlarni ham ishlatyapman. Va shunga yana qo'shimcha bu ham yoqdi. Hali ishlatib ko'rmadim, endi ishlataman. Жемчуг для ванны degan, ya'ni bu vanilniy мороженое debdi. Bu tuz. Vannada tuzli suv qilib, vanna принимать qilishingiz uchun. Yonidagi mana idish yuvuvchi gellar, o'rtoqlar. Mana idish yuvgani gellar. Bu qo'llaringizni shilmaydi, idishlaringizni chiroyli qilib, hidlarni ham приятный qilib beradi. Mana 2 xilidan zakaz qildim. Для мытья посуды deb mana yozilgan. Bularni ham ishlatib ko'ramiz. Mana bunisi soda effekt berar ekan. Bunisi zapahlarni yo'qotib beradi mana. Против загрязненных запахов degan, shulardan zakaz qildim. Hammasi mana bular. Mana bu maska qolib ketibdi. Maska yuzga qo'yadigan, bu anorli maska. Buni endi ishlatib ko'raman buni ham. Boshqalarini ishlatganimda yoqqani uchun, yaxshi bo'lgani uchun mana shu mahsulotni ham yana zakaz qildim. Endi mana shu mahsulotlarda hammasi mana shunaqa chek bilan keladi. Ismi, familiya bilan. Hozir ko'rsataman. Ism, familiyangiz bilan keladi. Mana ismi, familiya bilan qizlar. Mana Askarova Nilufar Ibragimova. Shunaqa chek bilan keladi har bittasi va o'zingizga o'sha ichki va tashqi narxlarda ko'rib borasiz va o'zingizga ichki narxda mahsulotlarni sotib olib, maza qilib ishlatishingiz mumkin. Shu katalogda mana mahsulotlar haqida hamma katalog har 21 kunda yangi chiqadi. Mana narxi qizil bilan belgilangan, bu sotish narxi. Siz o'zingiz hamkor bo'lib ishlaydigan bo'lsangiz, ushbu mahsulotlar sizga 20% chegirma narxi bilan keladi. Shuning uchun sizni taklif qilaman, hamkorimiz bo'ling, birga ishlaylik. Psixologiya bo'yicha hamda Faberlic kompaniyasida ishlash bo'yicha sizga o'z bilimlarini ulashib boraman. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling. Keyingi mahsulotlarim bilan yana kelganda bo'lishib boraman.